gumbira qasr boshlanyapti. Odamlar yig'ilishni boshladi uni. Hozir quringlar keyin ovoramiz. Gapirib quringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Muhtaram qishloqdoshlar, mana 10 kun mobaynida shu qishlog'imizni ravnaqi taraqqiyoti yo'lida, shu qishlog'imizni g'alabasi uchun oldindan qimmat vaqtlarni fido qilib chiqqan qishloqdoshlar barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh hozir davlatimiz o'zi tabriklasa yana ham ishonchli bo'ladi. Xudo xolasa ishonchli joydamiz, g'alaba qozonadigan joydamiz. Shuning uchun avvalini olib oldindan ham sizlarni tabriklab turamiz. G'alaba butun qishlog'imizga muborak bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Mana Xudo xolasa 10 kundan beri bir urug' ekib dehqonchilik qilgan edik. Mana 10 kunda urug'imizni mana unib chiqdi, hosil berdi. Bugun mana hosilni oladigan paytda turibmiz. To'g'rimi? Xudo xolasa mana hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Agar shu yerda shuncha odam mana ko'rdinglar, agar qishloq bir bo'ladigan bo'lsak, mahallalar bir bo'ladigan bo'lsak, nimalarga erishmaymiz ekan? To'g'rimi? Qanaqangi yutuqlarga erishmaymiz ekan? Agar birdan bo'lsak, kimgadir quloq solsak, bir-birimizni maslahatimizni olsak, yaxshi gaplarga, yaxshi ishlarga chorlanganda ozgina shunga e'tibor beradigan bo'lsak, nima bo'lar ekan? Faqat qishlog'imizga xursandchilik bo'lar ekan va qishlog'imizga g'alaba bo'lar ekan. Qishlog'imiz rivojlanadi, ravnaq topadi, taraqqiy topadi. Bunga mana shuncha odam mana xizmat qilyapti. Kam bo'lmanglar. Yana kelasi mavsumlarda yana shunaqangi g'alabalarni nishonlash bizga nasib qilsin. Hammamiz birga yana 6 oydan keyin yana g'alabalarni nishonlaylik, Xudo xolasa. Mana o'tgangi safar mana shu joyda turib aytgan ekanmiz, esinglarda bo'lsa, mashinalar rosa qorong'irida mashinalarda svetini yoqib qo'yib g'alaba nishonlagan edik. O'shanda hozir menga bu joyda bir odamlar eslatishdi. Qoraka esingizda bo'lsa, o'tgan safar mashinalarning svetini yoqib olib nishonlagan edik. Rosa qorong'iridi ko'chalar, qorong'iridi. O'shanda aytgan edingiz, hali kelasi mavsumda ko'rasizlar. Mana shu yo'llarimizga svetlar qo'yamiz, kubra svetlar qo'yamiz, bayroqlar qo'yamiz deb niyat qilgan ekanmiz. Yorug'larda nishonlaymiz deb niyat qilgan ekanmiz. Shuni hozir eslatishdi. Xudo xolasa mana niyatimizga erishibmiz. Orzu qilgan narsamizga erishibmiz. Hozir mashinalarda svetini yoqishga ham ehtiyojimiz qolmadi. Mana svetlarimiz chiroyli bo'lib yonib turibdi. Bu ko'pchilikning ichida qilingan tilaklar, duolar ijobat bo'lar ekan. Yana ko'pchilikning ichida yana bir narsani tilay qilaylik. Tez kunlarda inshaalloh uzoq bilan mana 6 oyda keyingi mavsumda yana ishtirok etamiz. O'sha mavsumda Xudo xolasa mana shu joyiga monitor qo'yish niyat qilganmiz. Monitor. O shaharlarda ko'rgansizlar, katta monitorlari. Mana shu joyga shuni mo'ljallaganmiz, monitor qilish. İnşallah keyingi safargizda shu yerda shu ham bo'lsin. Yana mana shu yo'lda asfalti ham bit bo'lsin. Shuni ham Xudodan so'raymiz. Chunki ko'pchiligimiz ichimizda Xudoga yaqin odamlar bor. Amin deb qo'ysa ijobat bo'lib ketadigan odamlar bor. Shuning uchun ko'pchilik ichida bu tilaklarda sizlarga bildiryapmiz. Azizlar, mana har oyda 100 ming so'mdan qishlog'imizda rivoji uchun yig'in bor. Mana hammanglar shuni himmat qildinglar, g'ayrat qildinglar. Mana ko'chamiz shu holatga keldi. Ko'rdinglarmi? Go'zal shu holatga keldi. Mana shu svet bilan ham svetlarni ham olib qo'yishinglarni so'rayman. Kech paytda chiroyli chiqadi. Uydagilar, ota-onalar hali ko'chaga chiqmaganlarga ham ko'rsatishimiz mumkin-da. Xudo xolasa mana bu faxrlanadigan, maqtansak bo'ladigan bir holat.
ilohim bundan ham ziyoda bo'lsin. Hali bu asparlarimiz bo'lgandan keyin yana qayerlargadir ziynat qo'shishlik tadbirlarini ham qilganmiz. O'sha rejalarimiz ham bor. Agar asparlarimiz bo'lmagandan keyin yana bir joylarga ko'chamizga yana chiroq qo'shadigan bir tadbirlarni qilamiz inshaalloh. Hozir g'alabamizni SMS'lari keldimi yo'qmi hozir? Hali kelgan yo'qmi? Xudo xolasa keladi. Mana bu nazoratchilarimizga, uchastkovoy ukalarimizga ham gap tegib qolmasin. Ertaroq buni yakunlaymiz. Yana bir bor sizlarga tashakkur aytamiz. Yana bir bor. Mana 10 kundan beri mana gruppaga kirib yoki o'zingizlarga telefon qilib kelinglar, ya'ni qishloqqa shu o'yinga yordam beringlar desak, mana yo'q demasdan chiqdinglar. Mana shuncha odam bir bo'ldik. Xudo xolasa 6 milliard pul yutib oldik, xudo xolasa. Bitta emas, ikkita emas, 4 ta loyiha yutib oldik. 4 ta loyiha. 4 ta loyihaning puli 6 milliard bo'ladi. Agar shu 6 milliard pulimiz qishlog'imizga kirib kelsa, qishlog'imiz yana ham qanaqa gullashini, yana ham qanaqa yashnashini ko'rasizlar. Hozir mana shu ko'chaga 500 million pul sarf bo'ldi, mana shu ko'chaga. 500 million. 500 million bilan shu ahvolga keldi hozir, shu ko'rinishga keldi. Hozir ustiga mana shu ko'chani yana 1,5 milliard sarflanib kelsa, yutug'imiz xudo xolasa qay ahvolga kelishini ko'rasizlar. 500 million bilan shu holatga keldi. Inshaalloh sizlardan yana bir iltimos qilamiz. Qachon shu gruppalarda yoki mahallalarda e'lon qilib, shu qishloqda ishiga kim vaqti bor, qishloqdoshlar, muhtaram azizlar, kimi vaqti bor, hasharga kelinglar, mana qanday yumush bor desak, yana beparvo qaramanglar. Xo'pmi? Mana o'yinlarga beparvo qaramasdan chiqqanlaring kabi shu qishlog'imizning ishlariga beparvo qaramanglar. Meni mahallam masu, meni ko'cham masu degan narsadan voz keching. Bu yerda sen, men, seni mahallang, meni mahallam emas. Bu yerda kimning mahallasi? Bizning mahallamiz bo'ladi. Bizning ko'chamiz, bizning mahallamiz, bizning qishlog'imiz bo'ladi. Men hozir ba'zi odamlardan ba'zi o'z vaqti kelganda tanqiddan qo'yaman. Bir joyga xizmatga chiqsa, mana markaziy yo'lga. Sen nima u bozor boshiga chiqasan? Misol fidokorlik bo'lib turib, gumbazlik bo'lib turib, qancha yuzlik bo'lib turib, nimaga bozor boshiga chiqasan deb tanqiddan qilishdi ba'zilar. Bu nimaga bu men sizlarni quloqlaringni ocha olmayapmanmi, ko'zinglarni ocha olmayapmanmi? Nimaga hali ham seniki meniki qilasizlar? Seniki meniki degan narsani yo'qotinglar, iltimos sizlarga. Seniki meniki emas, bizniki. Shu qishloq bizniki. Mana shu to'ralar loyiha ham bizniki. Xudo xolasa mana shu yutuq bilan qishlog'imizda asfalt bo'lmagan joy qolmaydi. Eng chekka joylarimiz ham asfalt bo'ladi. Kelajakda xudo xolasa keyingi mavsumlarda mana Sharxon ko'chamizni va yana mana Qo'ng'irotga ketadigan ko'chamizni va prezident uyoqlarni Qur'onagadir bo'lgan joyimizni ham bitkiz olsak, agar markaziy yo'llarimizni ham qilsak, yo'ldan nimamiz qolmaydi? Tashvishimiz qolmaydi. Yo'ldan muammomiz qolmaydi. Ichki yo'llar va markaziy yo'llar hammasi go'zal bo'ladi inshaalloh. Kam bo'lmanglar, Alloh rozi bo'lsin. Har bitta qadam bosib chiqqan, oltindan qimmat vaqtini qishloq uchun fido qilib, bozorlarda yurgan, mahallalarda yurgan, qo'lim tegmayapti deb pul bilan yordam qilgan va mashinasi bilan yordam qilgan hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Sizlardek qishloqdoshlar bilan biz faxrlanamiz. Sizlar bilan xudo xolasa xursandmiz. Shu ishlarga xizmat qilgan hammani xudo xolasa umrimiz oxiriga qadar unutmaymiz. Kam bo'lmanglar. Rahmat. Yana bir bor g'alaba muborak. Oyoq qo'yamiz. Bir duo qo'yamiz. Parvardigor olam. Mana bugun bizga sendan so'ragan holatda, kattalarimizdan duo olgan holatda, duo qilinglar hoji onalar, hoji dadalar deb. Mana iftorliklarda duo qilib Xudodan so'radik. Robbim, sendan g'alaba so'ragan edik. Sen bizlarni g'alaba ne'mati bilan ne'matlading. Bunga shukronalar, hamd sanolar bo'lsin. Bizga beradigan bu g'alaba ne'matlaringni ketini uzmagin. Qishlog'imiz har bir shunaqa qishloqlar aro, tumanlar aro o'yinlar bo'lar ekan, bunaqangi o'yinlardan quruq qo'l bilan chiqarmagin. Doim g'alaba va zafar bilan chiqishligimizni nasib aylagin. Kelgusi mavsumlarda ham ishtirok etishlikni,
ishtirok etishlikka sharoitlar bergin va ishtirok etishlikka imkoniyatlar bergin. Ham moliyaviy, ham odam tarafidan bizlarni yo'limizdan to'sib xalal chiqarib qo'ymagin. Va qishlog'imizni yana ham gullashida, yana ham yashnashligida madadkorimiz, nusratkorimiz bo'lgin. Robbim osmonimizni musaffo qilgin, yurtimizni tinch qilgin, qishlog'imizni esa obod qilgin. Obod qilishga sababchi bo'layotgan birdamligimizni bardavom qilgin va himmatimizni ham bardavom qilgin. Butun qishlog'imizni haloldan boy badavlat qilgin. Hammalarimizni cho'ntaklarimizni haloldan rizqqa, g'aznalarimizni davlatga to'ldirgin, qalbimizga to'ldirgin. Qishloqparvar, vatanparvar bo'lib, vatan uchun, qishloq uchun degan bu vatanni, qishloqni g'alabasi bilan g'alabalanib, shodlanib yuradigan bandalar bo'lishligimizni, insonlar bo'lishligimizni Robbim nasib aylagin. Beparvo, bepusand, hech narsa bilan qizig'i yo'q. Qishloqda g'alabasimi, o'zini mahallani g'alabasimi, bu ham qiziqtirmaydigan bu qolishlikdan o'zing asragin, o'zing saqlagin. Hech qaysimizni beparvo qilmagin. Hammamizni qishlog'imizni ravnaqi, taraqqiyoti yo'lida g'ayrat bilan yondoshligimizni nasib aylagin. Va bu o'yinlarda ishtirok etayotgan, mana bunga bosh bo'layotgan komitet akalarimiz, hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari kim ishtirok etgan bo'lsa, Robbim barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Va mahallalarda bosh bo'lib, uyma-uy yurib, xonadonma-xonadon yurib, chiqinglar yordam beringlar degan insonlar, tashabbuskorlardan ham Robbim o'zi rozi bo'lsin. Barchalari butun qishlog'imiz kam bo'lmasin. Doim yo'llar ochiq, doim zafaru g'alabalar yor bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayril Muhammad va alihi va ashabihi. Bom, siz? Tayyor turibdi. Hamma mahalladan vakillar kelgan. Oğuldacan turuşu gene de.
Hozir turinglar keyin oboramiz. Gapirib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Muhtaram qishloqdoshlar, mana 10 kun mobaynida shu qishlog'imizni ravnaqi taraqqiyoti yo'lida, shu qishlog'imizni g'alabasi uchun oldindan qimmat vaqtlarni fido qilib chiqqan qishloqdoshlar barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh hozir davlatimiz o'zi tabriklasa yana ham ishonchli bo'ladi. Xudo xolasa ishonchli joydamiz, g'alaba qozonadigan joydamiz. Shuning uchun avvalini olib oldindan ham sizlarni tabriklab turamiz. G'alaba butun qishlog'imizga muborak bo'lsin. Ko'ralar kam bo'lmanglar. Mana Xudo xolasa 10 kundan beri bir urug' ekib dehqonchilik qilgan edik. Mana 10 kunda urug'imizni mana unib chiqdi, hosil berdi. Bugun mana hosilni oladigan paytda turibmiz. To'g'rimi? Xudo xolasa mana hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Agar shu yerda shuncha odam mana ko'rdinglar, agar qishloq bir bo'ladigan bo'lsak, mahallalar bir bo'ladigan bo'lsak, nimalarga erishmaymiz ekan? To'g'rimi? Qanaqangi yutuqlarga erishmaymiz ekan? Agar birdan bo'lsak, kimgadir quloq solsak, bir-birimizni maslahatimizni olsak, yaxshi gaplarga, yaxshi ishlarga chorlanganda ozgina shunga e'tibor beradigan bo'lsak, nima bo'lar ekan? Faqat qishlog'imizga xursandchilik bo'lar ekan va qishlog'imizga g'alaba bo'lar ekan. Qishlog'imiz rivojlanadi, ravnaq topadi, taraqqiy topadi. Bunga mana shuncha odam mana xizmat qilyapti. Kam bo'lmanglar. Yana kelasi mavsumlarda yana shunaqangi g'alabalarni nishonlash bizga nasib qilsin. Hammamiz birga yana 6 oydan keyin yana g'alabalarni nishonlaylik, Xudo xolasa. Mana o'tgangi safar mana shu joyda turib aytgan ekanmiz, esinglarda bo'lsa, mashinalar rosa qorong'urida mashinalarda svetini yoqib qo'yib g'alaba nishonlagan edik. O'shanda hozir menga bu joyda bir odamlar eslatishdi. Qoraka esingizda bo'lsa, o'tgan safar mashinalarning svetini yoqib olib nishonlagan edik. Rosa qorong'uridi ko'chalar. Qorong'uridi. O'shanda aytgan edingiz, hali kelasi mavsumda ko'rasizlar. Mana shu yo'llarimizga svetlar qo'yamiz. Kubra svetlar qo'yamiz, bayroqlar qo'yamiz deb niyat qilgan ekanmiz. Yorug'larda nishonlaymiz deb niyat qilgan ekanmiz. Shuni hozir eslatishdi. Xudo xolasa mana niyatimizga erishibmiz. Orzu qilgan narsamizga erishibmiz. Hozir mashinalarda svetini yoqishga ham ehtiyojimiz qolmadi. Mana svetlarimiz chiroyli bo'lib yonib turibdi. Bu ko'pchilik ichida qilingan tilaklar, duolar ijobat bo'lar ekan. Yana ko'pchilik ichida yana bir narsani tilay qilaylik. Tez kunlarda inshaalloh uzog'i bilan mana 6 oyda keyingi mavsumda yana ishtirok etamiz. O'sha mavsumda Xudo xolasa mana shu joyiga monitor qo'yish niyat qilganmiz. Monitor. U shaharlarda ko'rgansizlar, katta monitorlari. Mana shu joyga shuni mo'ljallaganmiz, monitor qilish. İnşallah keyingi safargizda shu yerda shu ham bo'lsin. Yana mana shu yo'lda asfalt ham bit bo'lsin. Shuni ham Xudodan so'raymiz. Chunki ko'pchiligimiz ichimizda Xudoga yaqin odamlar bor. Amin deb qo'ysa ijobat bo'lib ketadigan odamlar bor. Shuning uchun ko'pchilik ichida bu tilaklarda sizlarga bildiryapmiz.
Azizlar, mana har oyda 100 ming so'mdan qishlog'imizda rivoji uchun yig'in bor. Mana hammanglar shuni himmat qildinglar, g'ayrat qildinglar. Mana ko'chamiz shu holatga keldi. Ko'rdinglarmi? Go'zal shu holatga keldi. Mana shu suyet bilan ham suyetlarni ham olib qo'yishinglarni so'rayman. Kech paytda chiroyli chiqadi. Uydagilar, ota-onalar hali ko'chaga chiqmaganlarga ham ko'rsatishimiz mumkin-da. Xudo xolasa mana bu faxrlanadigan, maqtansak bo'ladigan bir holat. Ilohim bundan ham ziyoda bo'lsin. Hali bu asqarlarimiz bo'lgandan keyin yana qayerlargadir ziynat qo'shishlik tadbirlarni ham qilganmiz. O'sha rejalarimiz ham bor. Agar asqarlarimiz bo'lmagandan keyin yana bir joylarga, ko'chamizga yana chiroq qo'shadigan bir tadbirlarni qilamiz inshaalloh. Hozir g'alabamizni SMS'lari keldimi yo'qmi hozir? Hali kelgan yo'qmi? Xudo xolasa keladi. Mana bu nazoratchilarimizga, uchastkovoy ukalarimizga ham gap tegib qolmasin. Ertaroq buni yakunlaymiz. Yana bir bor sizlarga tashakkur aytamiz. Yana bir bor. Mana 10 kundan beri mana gruppaga kirib yoki o'zingizlarga telefon qilib, kelinglar, ya'ni qishloqqa shu o'yinga yordam beringlar desak, mana yo'q demasdan chiqdinglar. Mana shuncha odam bir bo'ldik. Xudo xolasa 6 milliard pul yutib oldik, xudo xolasa. Bitta emas, ikkita emas, 4 ta loyiha yutib oldik. 4 ta loyiha. 4 ta loyihaning puli 6 milliard bo'ladi. Agar shu 6 milliard pulimiz qishlog'imizga kirib kelsa, qishlog'imiz yana ham qanaqa gullashini, yana ham qanaqa yashnashini ko'rasizlar. Hozir mana shu ko'chaga 500 million pul sarf bo'ldi, mana shu ko'chaga. 500 million. 500 million bilan shu ahvolga keldi hozir, shu ko'rinishga keldi. Hozir ustiga mana shu ko'chani yana 1,5 milliard sarflanib kelsa, yutug'imiz xudo xolasa. Qay ahvolga kelishini ko'rasizlar. 500 million bilan shu holatga keldi. Inshaalloh sizlardan yana bir iltimos qilamiz. Qachon shu gruppalarda yoki mahallalarda e'lon qilib, shu qishloqda ishiga kim vaqti bor, qishloqdoshlar, muhtaram azizlar, kimi vaqti bor, hasharga kelinglar, mana qanday yumush bor desak, yana beparvo qaramanglar. Xo'pmi? Mana o'yinlarga beparvo qaramasdan chiqqanlaring kabi shu qishlog'imizning ishlariga beparvo qaramanglar. Meni mahallam emas u, meni ko'cham emas u degan narsadan voz keching. Bu yerda sen, men, seni mahallang, meni mahallam emas. Bu yerda kimning mahallasi? Bizning mahallamiz bo'ladi. Bizning ko'chamiz, bizning mahallamiz, bizning qishlog'imiz bo'ladi. Men hozir ba'zi odamlardan ba'zi o'z vaqti kelganda tanqiddan qilib qo'yaman. Bir joyga xizmatga chiqsa, mana markaziy yo'lga. Sen nima u bozor boshiga chiqasan? Misol fidokorlik bo'lib turib, gumbazlik bo'lib turib, g'ancha yuzlik bo'lib turib, nimaga bozor boshiga chiqasan deb tanqiddan qilishdi ba'zilar. Bu nimaga bu men sizlarni quloqlaringni ocha olmayapmanmi, ko'zinglarni ocha olmayapmanmi? Nimaga hali ham seniki meniki qilasizlar? Seniki meniki degan narsani yo'qotinglar, iltimos sizlarga. Seniki meniki emas, bizniki. Shu qishloq bizniki. Mana shu to'ralar loyiha ham bizniki. Xudo xolasa mana shu yutuq bilan qishlog'imizda asfalt bo'lmagan joy qolmaydi. Eng chekka joylarimiz ham asfalt bo'ladi. Kelajakda xudo xolasa keyingi mavsumlarda mana Sharxon ko'chamizni va yana mana Qo'ng'irotga ketadigan ko'chamizni va prezident uyoqlarni Quranagadir bo'lgan joyimizni ham bitkizib olsak, agar markaziy yo'llarimizni ham qilib olsak, yo'ldan nimamiz qolmaydi? Tashvishimiz qolmaydi. Yo'ldan muammomiz qolmaydi. Ichki yo'llar va markaziy yo'llar hammasi go'zal bo'ladi inshaalloh. Kam bo'lmanglar, Alloh rozi bo'lsin. Har bitta qadam bosib chiqqan, oltindan qimmat vaqtini qishloq uchun fido qilib, bozorlarda yurgan, mahallalarda yurgan, qo'lim tegmayapti deb pul bilan yordam qilgan va mashinasi bilan yordam qilgan hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Sizlardek qishloqdoshlar bilan biz faxrlanamiz. Sizlar bilan xudo xolasa xursandmiz. Shu ishlarga xizmat qilgan hammani xudo xolasa umrimiz oxiriga qadar unutmaymiz. Kam bo'lmanglar. Rahmat. Yana bir bor g'alaba muborak. Duoyam qo'yamiz. Bir duoyam qo'yamiz. Parvardigori olam. Mana bugun bizga sendan so'ragan holatda, kattalarimizdan duo olgan holatda, duo qilinglar hoji onalar, hoji dadalar deb
Mana iftorliklarda duo qilib Xudodan so'radik. Robbim, sendan g'alaba so'ragan edik. Sen bizlarni g'alaba ne'mati bilan ne'matlading. Bunga shukronalar, hamd sanolar bo'lsin. Bizga beradigan bu g'alaba ne'matlaringni ketini uzmagin. Qishlog'imiz har bir shunaqa qishloqlar aro, tumanlar aro o'yinlar bo'lar ekan, bunaqangi o'yinlardan quruq qo'l bilan chiqarmagin. Doim g'alaba va zafar bilan chiqishligimizni nasib aylagin. Kelgusi mavsumlarda ham ishtirok etishlikka sharoitlar bergin va ishtirok etishlikka imkoniyatlar bergin. Ham moliyaviy, ham odam tarafdan bizlarni yo'limizdan to'sib xalal chiqarib qo'ymagin. Va qishlog'imizni yana ham gullashida, yana ham yashnashligida madadkorimiz, nusratkorimiz bo'lgin. Robbim osmonimizni musaffo qilgin. Yurtimizni tinch qilgin, qishlog'imizni esa obod qilgin. Obod qilishga sababchi bo'layotgan birdamligimizni bardavom qilgin va himmatimizni ham bardavom qilgin. Butun qishlog'imizni haloldan boy va badavlat qilgin. Hammalarimizni cho'ntaklarimizni haloldan rizqqa, g'aznalarimizni davlatga to'ldirgin, qalbimizga to'ldirgin. Qishloqparvar, vatanparvar bo'lib, vatan uchun, qishloq uchun degan bu vatanni, qishloqni g'alabasi bilan g'alabalanib, shodlanib yuradigan bandalar bo'lishligimizni, insonlar bo'lishligimizni Robbim nasib aylagin. Beparvo, bepusand, hech narsa bilan qizig'i yo'q. Qishloqda g'alabasimi, o'zini mahallani g'alabasimi, bu ham qiziqtirmaydigan bu qolishlikdan o'zing asragin, o'zing saqlagin. Hech qaysimizni beparvo qilmagin. Hammamizni qishlog'imizni ravnaqi, taraqqiyoti yo'lida g'ayrat bilan yondoshligimizni nasib aylagin. Va bu o'yinlarda ishtirok etayotgan, mana bunga bosh bo'layotgan komitet akalarimiz, hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari kim ishtirok etgan bo'lsa, Robbim barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Va mahallalarda qosh bo'lib, uyma-uy yurib, xonadonma-xonadon yurib, chiqinglar yordam beringlar degan insonlar, tashabbuskorlardan ham Robbim o'zi rozi bo'lsin. Barchalari butun qishlog'imiz kam bo'lmasin. Doim yo'llar ochiq, doim zafaru g'alabalar yor bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayril Muhammad va alihi va ashabihi. Bom, siz?
Ay